Xullas, tekinga Cobalt yutib olishinglar mumkin, hazillashmayapman. Tekinga kamiga har oy bitta Cobalt yutib olsanglar bo'ladi. Qanaqa qilib desanglar, arzonchiga kelasizlar. Midea brendidan xohlagan modeldagi konditsionerlar olasizlar, bo'ldi. O'yin ishtirokchisiga aylansanglar bo'ladi. Konditsionerni olasizlar va Telegramga kirib turib, Promotion Midea botga shundoq garantiya talonini tashlab qo'ysanglar bo'ldi. O'yin ishtirokchisiga aylansanglar bo'ladi va har oyni boshida 5-dan 7-gacha o'zimizni Telegram kanalimizga, ya'ni Arzonchi Telegram kanalidan jonli efir orqali kuzatib g'olib bo'lsanglar bo'ladi. Shart qiyin emas, o'zingizlar uchun kelasizlar, konditsioner olasizlar, bo'ldi, ishtirokchisiga aylansanglar bo'ladi. Sharti o'sha bitta Midea brendini xohlagan modeldan olsanglar bo'ladi. Yutib olish imkoniyatingiz ko'payish uchun menimcha konditsionerni ko'proq olsanglar bo'ladi. Ya'ni tadbirkor aka-ukalarimizga zo'r imkoniyat, ishxonalarga yoki ko'pchilikka hadya qilsanglar ham 4-5 ta olsanglar imkoniyatingiz oshadi va bitta Cobaltni shundoq tekin yutib olsanglar bo'ladi. Xo'p, 6-da bitta g'olib aniqlandi. Keyingi oyni 6-7-sida yana bitta g'olib aniqlanadi. Undan keyingisida ham yana bitta g'olib aniqlanadi. Ya'ni ikkita Cobalt bor. Imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar. Yaqinlarga tarqatib qo'yinglar videoni, like bosib, foydalanib qolinglar.